yemesang ham tuzukroq odamlar uchun yema. Allaqanday lo'li bilan qishloq ko'chini yemayapsan. Neden qishloqqa matqul o'ylash hech kimni yoqtirmaysiz? Gedizbey, Muhtaram katta elchi. rahmatli dadangizga hurmatim baland edi, lekin oilaviy masalalarimizga aralashmasangiz xursand bo'lardim. Yo tavba. O'tgan kuni menga qo'ng'iroq qilib qizim joniga qasd qilmoqchi bor, uni top deganingizda unaqa emasdi. Men qarang. Sizni muhtaram katta elchi deyapmiz, bu darslik qilmang. Bu Gediz qanaqa odam o'zi? O'rtangizda nima bor shuni so'rayapman. Elchini qizi javob ber. Senga nima? Oilali odamsan. Senga nima? Meni eshigimdan kirgan kelin faqat kafanda chiqadi atigi. Kelinni kelin qiladigan kuyov yo'q bo'lsa nima bo'ladi? Hamisha Atigi. kel dedingiz, mana keldim. Qizim qayerda? Sen bilan arava qishloqqa ham keldimi? Yo'q, kelmadi, yolg'izman. O'sha yigitni der ekansan, berek yo'q. Bir paytlar duch kelgan ishga qo'l urardik. Odam tashirdik-ku. Sekinroq. Sen elchini topgan o'zim bilaman. Topaman. Topganimda esa osmonini qo'lga to'ldiraman. Ko'rgilikni qara. O'z qizimni o'g'irlamoqchiman. Juda og'ir bu. Hozir siz shunday deysiz. Gediz bu qanaqa sindromligini bilmayman, lekin qo'rqmoqqa o'tib ketadi deysiz. Qani gapim. U qanaqaligi noma'lum sindrom emas. Buni hatto xastaligim deb bo'lmaydi. Bu Sevgi. Men sevib qoldim. shunaqa, lekin bu noto'g'ri. Noto'g'ri deng. Sanjar Efe'ni narisini